Assalomu alaykum hammaga. Bugun Avtoban Xorazm YouTube kanali uchun navbatdagi mashinamiz 3110 Tiger V samosvalimiz bo'ladi, 6 kubalik. Bu samosvalimiz 2026-yil yangilangan partiyada yetib kelgan salonimizda. Bundagi yangilanishlarni birin-ketin aytib o'tadigan bo'lsak, eski partiyamizda R20 kamerli diska balon bo'lsa, ko'pchiligi talablariga binoan hozirgi yangilangan partiyamiz R22.5 5 kamerli diska balonda bo'ldi. 275 80 R22.5. Mashinamiz dizelda harakatlanganligi uchun 200 litrlik bak bilan jihozlangan. Gavdasiga yarasha uni yana qo'shimchasini mashinamiz o'ta baquvvat bo'lib ishlatilgan. Materialdan ayalmagan. 2 qavat bo'ladi. Hammani eng qoyil qoldiradigan joyi 2 qavatli rama bo'ladi. Boshidan oxiriga odam 2 qavat. Arkasiga keladigan bo'lsak, arkasi ham shu aytib o'tganimizdek 22.5 5 kamerli diska balonda. 6 kub bo'lgan bu samosvalimiz razmerlarini aytib o'tadigan bo'lsak, o'zinasini 420, enini 220, balandligi 67 sm bo'ladi. Bu endi yaxshi gap qoldi. Bu partiyamizda bundan keyingi keladigan partiyalarimiz yonbosh ham ochiladigan bo'ladi. Arkalar ham 2 xil turda ochiladi. Zadniy mostlar ham o'ta mustahkam, kuchli ishlangan. Keyin yana bir yangiliklarni aytib o'tadigan bo'lsak, salon qismida yangiliklarimiz ko'p. Undan oldin motor haqida biroz ma'lumotlar berib o'tsak. Motorimiz 160 ot kuchlik UChay dvigatel bo'ladi, turbina. Undan tashqari korobkasini aytib o'tadigan bo'lsak, korobkasi 8 pog'onali mexanik uzatmalar qutisine ega. Silindrimiz ham o'ta baquvvat. Ko'rishlaringiz mumkin. Zapaska balonlar kuzov o'zida jihozlab qo'yilgan. Bu mashinamizning salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismi ham o'ta go'zal ishlangan. 2026-yilda hamma kutgan yangilik sidina podushka. Buni ko'pchilik so'ragan va nihoyat 26-yil partiyamizda sidina podushka o'rnatib qo'yildi. Salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismi ham LCD monitor, kamerani ko'rsangiz. LCD monitor. Bu monitorda bemalol YouTube hamma narsadan foydalansangiz bo'ladi. Karta, YouTube, Telegram to'liq. Radio, 4 taraflama kamera aytib o'tilgan edi. Konditsioner bilan jihozlangan. 8 pog'onali uzatmalar qutisine ega. Multimedia rulda qiyofasi chiqib tushadi, elektropodiyomlik aynalar. Undan tashqari spalnimiz ham mavjud. Samosvalimiz haqida oz bo'lsa-da to'liq ma'lumotlarni berib o'tdik degan umiddamiz. Xudo xolasa gelsangizlar yoki pastda ko'rsatilgan telefonlarga bog'lansangizlar to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. To'lovlar haqida ham hamma narsani aytib o'tamiz. Bu mashinamizning tan narxi 499 million 100 bo'ladi. Xudo xolasa gelsangizlar qisqa muddatlarda texnikalarni qo'lingizga yetkazib beramiz. Manzilimizni ham aytib o'tadigan bo'lsak, Urganchdan chiqarishda bon taraf Xiva quruq bo'ladi. Xiva quruqdan Xivaga qarab yurishda 1,5 kilometrdan keyin chap qo'lda keladi. Bondan Xiva tarafdan keladigan bo'lsak, Bruller korpusida o'tgandan keyin o'ng qo'lda bo'ladi. Hammangizni salonimizda kutib qolamiz. Rahmat.